Agar sizda qorningiz chiqqan bo'lsa, allaqachon jinsiy quvvatingiz pasaygan. Sababi har bir ortiqcha yog' sizni gormonlaringizni buzilishiga olib keladi. Lekin sizga yaxshi xabarim bor. Bu videoni oxirigacha ko'ring. Qanaqa qilib gormonlarni to'g'irlash orqali jinsiy quvvatni oshirishni o'rgataman. Assalomu alaykum. Bugungi darsimizning mavzusi qanaqa qilib ortiqcha vazndan qutulib, jinsiy quvvatni yaxshilash mumkin. Demak, siz bilan bugun nimalarni ko'rib chiqamiz. Birinchi navbatda jinsiy xohishni pasayishini o'zi sabablari bor. Sog'lom erkakda va sog'lom ayolda doimiy kundalik jinsiy yaqinligi bo'lgan xohish bo'lishi kerak. Agar kundalik jinsiy yaqinligi bo'lgan xohish bo'lmayotgan bo'lsa, demak aniq buni keltirib chiqazayotgan muammosi bor va shu muammoni, mana shu sababni bugun siz bilan ko'rib chiqamiz. Undan tashqari jinsiy quvvatni gormonlar boshqaradi. Ya'ni qancha biz harakat qilganimiz bilan, lekin gormonlarimiz yaxshi ishlamasa, baribirga ham jinsiy quvvat past bo'ladi. Undan tashqari bugun siz bilan feromon gormoni. Feromon o'zi nima degani? Feromon bu ayol kishi o'sha har xil gellar, har xil kremlasiz, hech qanaqa atirlasiz, erkak ham xuddi shunaqa hech qanaqa atirlasiz o'zidan taraladigan hid, ya'ni yoqimli hid. Va mana shu insonni o'zidan taraladigan tabiiy yoqimli hidni feromon deb ataladi. Va bu feromon gormoni orqali o'zi ayol kishi ham ongsiz ravishda o'sha erkakni yaxshi ko'rib qoladi va erkak kishi ham xuddi shunaqa aynan ayol kishidan taraladigan o'sha feromon gormoni orqali taraladigan hid orqali ongsiz ravishda o'sha ayolni yaxshi ko'rib qoladi. Va bugungi darsimizda sizga qanaqa qilib feromon gormoni orqali magnit ayol bo'lishni, magnit erkak bo'lishni o'rgataman. Bundan tashqari erkaklarda testosteron tushishini 5 ta sababini birma-bir ko'rib chiqamiz. Va jinsiy xohishni kuchaytirish uchun 3 ta sizga qilishingiz kerak bo'lgan vazifalarni aytaman, ya'ni 3 ta sirni aytaman. Mana shu 3 ta sirni, o'sha vazifani qilishingiz bilan sizda o'sha jinsiy quvvatingiz, xohishingiz oshishni boshlaydi. Va undan tashqari qanaqa qilib jinsiy aloqa vaznimizni yo'qotishga yordam berishini va eng oxirida bo'lsa bu juda ham muhim bo'lgan mavzulardan, ya'ni bepushtlik, ya'ni farzandsizlikni ham sabablarini bugun siz bilan ko'rib chiqamiz. Va sizga sovg'a tayyorlab qo'yganman. Bu sovg'amiz feromon gormonini oshirish. Aytib o'tdim-ku, menda ham, sizda ham bu gormon bor. Ya'ni feromon gormoni. Mana shu hech narsa atir sevmaymiz, ammo hech narsa qilmasa ham ayol kishidan shunaqangi o'zidan yoqimli hid taraladi va turmush o'rtog'imiz ham bizani aynan shu hidimizni o'zi asosan hidimiz orqali bizani yaxshi ko'rishadi. Va bugun sizga feromon gormonini oshirish uchun darslik tayyorlaganman. Bu darslikni mana shu videoni oxirigacha kim ko'radigan bo'lsa, o'sha insonlarga beraman. Va bu sovg'ani olganingizdan keyin, mana shu darsni ko'rib, aytgan vazifalarimni qilganingizdan keyin, ishoning, o'zingizdan shunaqangi zo'r hid taralishni, feromon gormoni yaxshi ishlashni boshlaydi va natijada siz turmush o'rtog'ingizni, yaqin insoningizni magnit ayoliga, magnit insoniga aylanasiz. Xo'p, endi o'zimni tanishtiradigan bo'lsam, meni ismim Barno Suleymanova. Yoshim 32 da, oilaliman, 3 ta qizaloqlarni onasiman. Aynan dietologiya sohasida 10 yillik tajribaga egaman va mana shu 10 yillik tajribam davomida hozirgi kungacha 40 mingdan ortiq insonlarni ortiqcha vazn va ortiqcha vazndan kelib chiqadigan muammolar, bu gormonal o'zgarishlar, gormonal buzilishlar, bepushtliklar, undan tashqari ichki organlardagi muammolardan qutulishligiga, sog'lomlashligiga, o'ziga xohlagan ideal qomatga tez va oson, qiyinchiliklarsiz, cheklovlarsiz erishishligiga sababchi bo'lib kelyapman. Ma'lumotimga keladigan bo'lsak, meni ma'lumotim 3 marta oliy
davlat universitetlarida o'qiganman. Birinchisi bu O'zbekiston Milliy universiteti biologiya fakulteti, biotexnologiya yo'nalishida grant asosida o'qib tamomlaganman. Bitirgan yilimni o'zidayoq Toshkent vrachlar malaka oshirish institutida klinik diagnostika laboratoriyasini muvaffaqiyatli tamomlaganman. Lekin bilasiz, o'sha Milliy universitetni bitirgan, o'sha biofakni bitirgan insonlar vrach bo'lisha olmaydi. Vrach bo'lish uchun albatta tibbiyot oliygohida o'qishligi kerak. Shu sababdan shu oq xalat kiyishni xohlab, maqsad qilganim uchun ham va mana shu maqsadimga erishish uchun ham birinchi kursdan bakalavrdan Rossiyaga borib, Rossiyaning Novosibirsk shahridagi Novosibirsk davlat tibbiyot universitetida davolash fakultetida, ya'ni NGMOda tahsil olganman. Xo'p, endi asosiy darsimizni boshlaymiz va bugungi darsimizda savollar ham bo'lishi mumkin yoki aynan sizni holatingizni aytishi mumkin. O'zingizdagi o'sha muammolaringizni, hozirgi kundagi holatingizni kommentariyaga yozib ketaversangiz ham bo'ladi. O'zi asosan jinsiy xohishni pasayishini ikkita asosiy sabablari bor. Ikkita. Birinchisi bu gormonlardan. Albatta, bizani hamma organizmimizni bu gormonlarimiz boshqaradi. Semirishimizga ham sabab bu gormonlar, ozib ketishimizga ham sababchi gormonlar, yuzimizga toshmalar toshishi, hattoki shu jinsiy quvvatni pasayib ketishini ham eng asosiy sabablardan bittasi bu gormonlar. Ikkinchisi bo'lsa, bu o'sha jinsiy yaqinligiga bo'lgan xohishni tushirib yuboradigan sabab bu albatta ichaklar. Ichaklar deb hayron bo'lishingiz mumkin. Qanaqasiga ichaklar yaxshi ishlamasa, jinsiy hayotga, jinsiy yaqinligiga ta'siri qanaqadir o'sha bog'liqlik joyi bor deb o'ylashingiz mumkin. 100% ichaklarimizdagi muammo munosabatlarimizdagi o'zgarishlarga olib keladi. Bitta primer keltiraman. Misol uchun, sizni o'sha og'zingizdan, teringizdan noxush hid keladi. Teridan, og'izdan noxush hid kelyaptimi? Bu o'sha gormonlarga bog'liq emas. Og'izdan hid kelishi, teridan hid kelishi, qo'ltiqdan hid kelishi, jinsiy sohalardagi keladigan noxush hidlarni 100% bu ichaklardan. Va gormonlaringiz zo'r bo'lsa ham, gormon zo'rda har kuni jinsiy yaqinligiga bo'lgan xohishingiz bor. Lekin og'zingizdan, teringizdan, jinsiy organlardan noxush hid keladigan bo'lsa, albatta bu o'sha odamni o'zidan itaradi. Hech qachon hidli joyda, noxush hidli joyda odam uzoq vaqt tura olmaydi. Va bugungi darsimizda ham aynan qanaqa qilib ichaklarni to'g'irlash orqali og'izdan, teridan keladigan noxush hidlarni bartaraf qilish orqali munosabatlarni yaxshilab olishni men sizga o'rgataman. Demak, ikkita sababi bor dedim. Keling endi gormonlardan boshlaymiz. Eng asosiylarini aytaman bugungi darsimizda. Eng asosiy jinsiy yaqinligiga bo'lgan xohishni tushirib yuboradigan gormon bu prolaktin gormoni. Prolaktin gormon deganda o'sha odamni miyasiga nima keladi? Albatta bu emizayotgan yoki homilador ayol ko'z oldiga keladi. Chunki prolaktin gormoni bu sut gormoni hisoblanadi. Sut gormoni albatta faqatgina homilador va emizikli ayollarda yuqori bo'lishi kerak. Homiladorlikning birinchi kunidan ayollar organizmida juda ham katta gormonal o'zgarishlar bo'ladi. 9 oy davomida homilador ayollar organizmi o'sha tug'ruqdan keyin bolani emizishga tayyorgarlik ko'radi. Shu sababdan faqatgina homilador va emizikli ayollarda prolaktin gormoni, sut gormoni yuqori bo'lishi tabiiy. Lekin emizmaydigan, homilador bo'lmagan ayollarda, ayniqsa erkaklarda prolaktin gormoni yuqori bo'lishi bu umuman norma emas. Bu o'sha kuchli gormonal o'zgarish emas, buzilish hisoblanadi. O'zi prolaktin gormoni nimaga emizikli ayollarda yuqori bo'ladi? Alloh bizani shunaqangi mukammal qilib yaratganki, bo'ldi, yaqinda tug'ganingdan keyin
prolaktin gormoni oshadi. Prolaktin gormoni oshib, ko'kragiga sut keladi va sani vazifang hozir emizish davrida sani vazifang faqatgina bolani o'stirish, bolani oziqlantirish. Mana shu joyda prolaktin oshgan paytida jinsiy yaqinligiga bo'lgan xohish albatta pasayadi emizish davrida. Va prolaktin gormoni yuqori bo'lgan paytida juda ham ko'p ayollarda emizikli paytda homiladorlik ham kuzatilmaydi. Endi emizmaydigan ayollarda va erkaklarda o'zi nima sababdan prolaktin gormoni oshib ketadi? Hozir sizga sabablarini aytib o'taman. Bu birinchisi va eng asosiysi prolaktinni oshishiga sabab bo'ladigan narsa, ya'ni mahsulot, bu shakar va shakar mahsulotlari. Shakar mahsulotlari prolaktinni oshirib yuboradi. Ikkinchisi bu stress. O'zi bizani hayotimiz stressdan iborat. To'g'rimi? Bolamizni misol uchun nimadir sindirib qo'yadigan bo'lsa yoki aytganimizni qilmaydigan bo'lsa yoki o'sha erkak kishilarda ishidan qanaqadir vaziyatlar bo'ladigan bo'lsa, stressli holat bo'ladi. Bu tabiiy, bu norma hisoblanadi. Lekin u davomiy bo'ladigan bo'lsa, doimiy qo'rquvda, doimiy stressda, depressiyada bo'ladigan bo'lsa, bu norma emas va shunaqa holat ham prolaktinni oshib ketishiga olib keladi. Keyingisi bu o'sha prolaktin oshgan paytda quvvatsizlik bo'ladi. Doimiy holsizlik, charchoq, uyquchanlik bo'ladi va metabolizmni sekinlashishi. Agar siz ko'p miqdorda xohlagan paytingiz deylik, mahsulot ovqatlarni yeyasiz, lekin uni sarflamasdan faqatgina yotadigan bo'lsangiz, mana shunda ham moddalar almashinuvi pasayadi. Bu ham o'sha prolaktin gormonini oshib ketishiga olib keladi. Bu yerda yozilmagan yana eng muhim tarafi bu kech uxlash. Yarim kechasi uxlagan insonda hech qachon prolaktin gormoni normada bo'lmaydi. Men shu ishim faoliyatim davomida bilamanki, qaysi insonlarda prolaktin oshgan bo'ladi. Asosan yarim kechasi uxlaydigan insonlarda prolaktin oshgan bo'ladi. Aynan yarim kechasi uxlaydigan insonlarda jinsiy quvvat past bo'ladi. Endi ayollarda ham o'zi prolaktin gormonini oshganini belgilari bor. Конечно, zo'r, ayollar ham, erkaklar ham, kimda o'sha jinsiy quvvat tushib ketgan bo'lsa, jinsiy yaqinligiga bo'lgan xohish yo'q bo'ladigan bo'lsa, bir marta olasiz, prolaktinga analiz topshirasiz. Va agar prolaktin baland chiqadigan bo'lsa, buni yechimi bor. Ya'ni prolaktin gormonini lecheniya orqali tushirib olib va o'sha munosabatlarni ham, jinsiy quvvatni ham, ayollarda ham, erkaklarda ham oshirib olsa bo'ladi. Eng muhim bo'lgan narsa bu yoqda prolaktinni siz tushirganingiz bilan o'sha erkaklarda yoki erkaklarda testosteronni 1000 siz oshirganingiz bilan prolaktiningizni tushirmaguningizcha testosteron hech qachon oshmaydi. Shuning uchun eng yaxshisi analiz topshirasiz va shunga lecheniya oladigan bo'lsangiz, jinsiy quvvatingiz ham oshadi, erkaklarda testosteron ham oshadi. Endi analiz topshirmasdan turib, ayollarda qanaqa qilib prolaktin gormonini oshganini bilib olish mumkin. Bu juda ham oddiy va oson. Hozir o'zingiz ham qilsangiz bo'ladi. Ayollar, agar siz ayol kishi bo'ladigan bo'lsangiz, hozir ayol kishi bo'lib meni kuzatayotgan bo'lsangiz, davaychi hozir tekshiruv o'tkazamiz. Hozir ko'kragingizni olingda yaxshilab siqing. Yaxshilab siqing. O'ng ko'kragingizni ham yaxshilab siqing, chap ko'kragingizni ham yaxshilab oxirigacha siqing. Agar sizda juda ham kam miqdorda bo'lsa ham suyuqlik ajraladigan bo'lsa, demak aniq sizga men 100% aytishim mumkinki, demak sizda kuchli gormonal buzilishlar bor. Ya'ni prolaktin gormoningiz oshib ketgan. Agar sut chiqadigan bo'lsa, undan ham yomon. Lekin menda kamgina chiqdi, не страшный ekan, qo'rqinchli emas ekan ham demang. Juda ham kam miqdorda ajraladigan bo'lsa ham 100% prolaktin gormoningiz oshib ketgan.
Endi o'zi bu yoqda biza gapiryapmiz, o'sha prolaktin gormoni jinsiy quvvatni tushirib yuboradi, munosabatlarni buzadi deb. Ayolida o'zi aslida prolaktin gormonini oshib ketishi, ya'ni ko'krikdan ajralishi bu keyinchalik ko'krik saratonigacha olib boradi. Nimaga? Sababi sut yo'llarida suyuqlik bor. Kimda o'sha sut ajraladigan bo'lsa, sut yo'llarida sut bor bo'ladigan bo'lsa, mana shu joyda kistalar, xavflimi, xavfsizmi kistalar paydo bo'ladi. Любой xavfsiz o'simta ham keyinchalik xavfliga aylanib ketishi mumkin. Shuning uchun har qanaqa jiddiy muammoli, hattoki davosi yo'q bo'lgan kasalliklarning ham ildizi gormonlarga borib taqaladi. Birinchi sababini aytdim. Keyingisi bu qorinni chiqib ketishi. Qorni chiqib ketganmi? Agar qorni chiqib ketgan bo'lsa, katta ehtimolda prolaktiningiz oshgan. Undan tashqari, ayollarda prolaktin oshgan paytda hayzi kun-kuniga, oy-oyiga kelmaydi. Bir safar juda ham cho'zilib ketadi, bir safar tez-tez keladi. O'zi sog'lom ayol qanaqa bo'lishi kerak? Doim jinsiy quvvati bor va o'sha hayz sikli 25 kundan 35 kungacha bo'lishi kerak. Undan kami ham yomon, undan o'tib ketadigan bo'lsa ham bu norma hisoblanmaydi. Va undan tashqari prolaktinni yuqori yuradigan ayollarda jinsiy quvvat, ya'ni jinsiy hayotga, jinsiy yaqinlikka bo'lgan xohishi tushib ketadi. Va prolaktini baland bo'lgan gormonlarda buzilishi bor ayollarda homiladorlik ham kuzatilmaydi. Siz qancha harakat qilmang, gormonlaringizda buzilish bo'lsa, baribirga ham homiladorlik kuzatilmaydi. Mani o'quvchilarimda ham aynan shunaqa narsa bo'lgan. 79-yil o'quvchim, 79-yil, ular 2 marta turmushga chiqqanlar, ekolar ham qilganlar, omadsiz bo'lgan va menda ozish uchun qatnashib, men gormonlarini tekshirganimda prolaktinlari oshib ketgan bo'lgan. Ozish uchun men hamma programmani qilib berganman va lecheniya yozib berganman prolaktinlarini tushirishga. Prolaktinlarini tushirganlar 17 yil deganda birinchi marta tabiiy yo'l bilan kutilmagan joydan bizani Alloh sabab chiqgan homilador bo'lganlar. Shuning uchun prolaktin gormoni ham mo'shni o'sha homilador bo'la olmasligiga sabab bo'ladi. Keyingisi bu erkaklar. Erkaklarda bu o'sha ayollarga qaraganda prolaktin gormoni oshgani 2 baravar xavfli hisoblanadi. Erkaklar o'sha erkakligini isbotlaydigan narsa ham o'zi jinsiy yaqinlikda. Albatta, jinsiy yaqinlik paytida erkakligini his qiladi, lekin hamma narsasi bor bo'lsa ham, lekin jinsiy quvvati bo'lmaydigan bo'lsa, любой erkak o'ziga bo'lgan ishonchi tushib ketadi. Agar siz hozir erkak kishi bo'lib meni kuzatayotgan bo'lsangiz, men sizga belgilarni aytaman, ya'ni prolaktin gormonining oshganini belgilarini aytaman va shu orqali sizda o'sha prolaktin gormoni oshib ketganmi yoki normadaligini aniqlab olishingiz mumkin. Prolaktini oshib ketgan erkaklarda jinsiy yaqinlikka bo'lgan xohish yo'qoladi. Ya'ni libido keskin tushib ketadi. Libidoni aytib o'taman. Libido nima degani? Libido bu jinsiy yaqinlikka bo'lgan xohish. Jinsiy yaqinlikka bo'lgan xohish bu libido deyiladi. Libido tushib ketadi. Undan tashqari erkaklarda mana shu prolaktin gormoni kontrast gormonda. Prolaktin gormoni oshdi, testosteron tushdi. Prolaktinni tushirsangiz testosteron oshadi. Hech qachon prolaktin oshgan joyda testosteron ham baland bo'lmaydi. Yoki bu baland bo'ladi, yoki bu baland bo'ladi. Tushundingizmi? Xo'p, jinsiy quvvat libido past bo'ladi va testosteron tushib ketadi va eng yomoni bu yoqda bepushtlik bilan ham tugashi mumkin. Kuchli gormonal o'zgarishlar. Chunki prolaktinni erkaklarda oshishi urug'i sifatiga to'g'ridan-to'g'ri ta'sir ko'rsatadi. Endi yana belgilardan bittasi erkaklarda ko'krak chiqib ketadi. Umuman erkak kishi testosteronni, ya'ni erkaklik quvvati baland, yuqori bo'lgan erkakda hech qachon
ko'kragi chiqmaydi, hech qachon qorni chiqmaydi. Va prolaktinni yuqori bo'lgan erkaklarda yog'lari ko'p bo'ladi, atyoklari, shishlari ko'p bo'ladi, mushagi kam bo'ladi. Siz o'zingiz ham yozib qoldirsangiz bo'ladi, qaysi belgilar sizda bor. Siz bilan hozir o'sha eng asosiy o'sha jinsiy quvvatni tushishiga sabab bo'ladigan gormonni ko'rib chiqdik. Ya'ni jinsiy quvvatimizni tushirib yuboradigan gormon, bu ayol bo'ladimi, erkak bo'ladimi, bu prolaktin gormoni. Prolaktin gormoni oshganini siz analiz orqali yoki aytib o'tgan belgilarim orqali sizda normada ishlayaptimi yokida prolaktin gormoningiz oshib ketganmi? Shu belgilar orqali aniqlab olsangiz bo'ladi. Agar oshgan bo'lsa, izohlarda yozib keting. Ikkinchisi va eng muhimi bu o'sha jinsiy munosabatlarni keskin buzilishiga olib keladigan narsa, bu albatta noxush hid. Chunki hech qachon partnyoringizdan yaqin insoningiz, tasavvur qiling, jinsiy yaqinligiga o'sha yaqinlashishni boshlagan paytda lekin o'sha partnyoringizdan, yaqin insoningizdan og'zidan noxush hid keladigan bo'lsa yoki teridan yoki qo'ltiq ostidan yoki jinsiy sohalardan hid keladigan bo'lsa, bu ayolmi, erkakmi, baribir ham shu insondan, partnyoridan qochadi. O'zingiz tasavvur qiling, hidi bor joyga tushib qoldingiz. Hidi bor joyda siz hech qachon uzoq vaqt turmaysiz. Tim bo'lib partnyorlar ham xuddi shunaqa. Siz yaxshi insondirsiz, ichingiz yaxshidir, mehrlidirsiz, oqibatlidirsiz. Kerak bo'lsa, gormonlaringiz ham joyidadir. Prolaktinlaringiz joyida, testosteroningiz oshgan erkakdirsiz yoki ayol kishi ham o'sha hayzlari vaqtida keladigan, juda ham gormonlari qaynab ishlaydigan olov ayoldir. Lekin og'zidan noxush hid kelsin, terisidan yoki jinsiy organlaridan hid keladigan bo'lsa, любой erkak mana shu eng yaxshi ko'rgan insoni bilan ham yaqinlik qilgisi kelmaydi, yaqinlasha olmaydi shunchaki. Va hid kelishini eng asosiy sababi bu ichinglardan. Ichingizni to'g'rilamagunizcha og'zingizdan hech qachon noxush hid ketmaydi. Ichingizni to'g'rilamagunizcha sizdan hech qachon qo'ltiq ostidan, terilaringizdan, boshingizdan noxush hidlar ketmaydi. Va ichinglardagi muammolar, sochlarning yog'lanishi, qazg'oli bo'lishi, yuzlarning yog'lanib ketishi, shu kabi muammolarga ham olib keladi. Xo'p, endi o'zi nima sababdan og'izdan, teridan noxush hid keladi? Eng asosiysini aytadigan bo'lsam, bu oshqozondan. Agar siz doimiy shakar mahsulotlarini, bu shakar deganda faqatgina shakar choy emas, balki shakar qo'shilgan barcha shirinliklar yoki o'sha margarin qo'shilgan barcha mahsulotlarni, o'sha shirinliklarni ko'p iste'mol qiladigan bo'lsangiz, ikkinchisi fast foodlarni ko'p iste'mol qilsangiz, rangli ichimliklarni iste'mol qiladigan bo'lsangiz, xullas noto'g'ri ovqatlanadigan bo'lsangiz, mana shunda sizni o'sha oshqozon shirali darajangiz tushib ketadi. Endi oshqozonni tushuntiradigan bo'lsam, mana bu oshqozonimizni eng asosiy vazifasi nimada? Eng asosiy vazifasi ovqatimizni, har qanaqa oshqozonga tushgan mahsulot ovqatni parchalab hazm qilib berish eng asosiy organi. Oshqozonimizni devorida shira ajraladi, ya'ni kislota ajraladi. Bu oshqozonni devorida ajraladigan kislota juda ham kuchli kislota hisoblanadi. Har qanaqa oshqozonga tushgan mahsulot ovqatni parchalab tashlaydi. Tasavvur qilishingiz uchun aytaman, misol uchun oshqozoningizga go'sht tushdi, mana shu go'shtni qiyma qiladigan bizani oshqozonimiz hisoblanadi. Lekin siz mana shu noto'g'ri ovqatlanishingizdan, shakar mahsulotlari, margarin, fast foodlarni yeganingiz hisobiga mana shu oshqozon shilliq qavatida kislota yaxshi ajralmaydi. Kislota yaxshi ajralmagandan keyin, ovqatingiz yaxshi hazm bo'lmagandan keyin og'zingizdan yaxshigina noxush hidlar kelaveradi. Noxush hid keladi, hujayralarda insulinga, ya'ni yog'i to'playdigan gormon insulinga sezuvchanlik tushib ketadi. Natijada semiraverasiz. Oshqozon shirali darajasi
past bo'ladigan bo'lsa, ichlarimizdagi mikroflorada o'sha zamburug'li ko'payib ketadi. Natijada sochlar qazg'oq bo'ladi, yog'lanadi, yuzdagi toshmalar toshadi. Ikkinchi sababi og'izdan noxush hid kelishini sababi bu o't qopidan. Ko'pchilik ozayotgandacha men hayron qolaman, men kam ovqatlanishim kerak yoki o'sha kam kaloriyali ovqatlanishim kerak, parlangan, dimlangan, bemaza ovqatlanishim kerak deb o'ylashadi. Agar siz ham o'sha parlangan, dimlangan, yog'siz ovqatlarni iste'mol qilgan bo'lsangiz, hozirgi kunda aniq sizni og'zingizdan juda ham noxush hid keladi. Nimaga? Sababi bizani mana jigarimiz bo'lsa, o'ng tarafimizda jigar joylashgan. Jigar joylashgan va jigarimizning pastida bo'lsa, o't qopi joylashgan. Endi mana shu jigarimizning faoliyati nima? Jigarimizning ichki o't yo'llaridan o't yig'iladi, ya'ni safro yig'iladi-da, o't qopiga safro yig'iladi, tushadi. Va har qanaqa mahsulot ovqat yegan paytimizda mana shu o't qopi qisqaradi-da, safro ajraladi. Ajralgandan keyin ichlarimiz yaxshi keladi. Endi o't qopi ham sizga o'zidan o'zi yaxshi qisqarmaydi, safro yaxshi ajralmaydi. Buning uchun biz birinchi navbatda to'g'ri ovqatlanishimiz kerak. To'g'ri ovqatlanish degani bu yog'siz ovqatlanish, kam kaloriyali ovqatlanish degani emas. Aksincha, biz o'sha ajratib olishimiz kerak. Foydali yog'larga nima kiradi? Zararli yog'larga nima kiradi? Zararli yog'larga, misol uchun, yallig'lantiradigan, rafinatlangan pista yog'lari bo'lsa, o'sha margarinlar bo'lsa, zararlisi, foydali yog'lar bo'lsa, dumba, jizza, misol uchun o'quvchilarim ham dumba, jizza, zaytun yog'larini iste'mol qilib turib, tezroq ozishadi. Nimaga? Chunki qachonki biz foydali yog'larni normada iste'mol qilgan paytimizda mana shunda o't qopimiz yaxshi qisqaradi va safro yaxshi ajraladi. Safro yaxshi ajralsa, ich yaxshi keladi. Agar o't qopi yaxshi ishlamasa, kimma o'sha o't qopida zagib, zastoy, ya'ni dimlanish, quyilish, polip, tosh bo'ladigan bo'lsa, mana shu insonlarning o't qopi yaxshi ishlamaydi, safro yaxshi ajralmaydi va natijada qabziyat muammosi kelib chiqadi. Endi qabziyatda birinchi sababi o't qopidan, ikkinchi sababi o'sha kletchatkalarni, svejiy salatlarni normada yemaganidan, suvi normada ichmaganidan qabziyatlar kelib chiqadi. Qabziyati bor insonlarda aniq teridan noxush hid keladi. Sababi o'zi sog'lom insonda har kuni ich kelish kerak. Har kuni kerak bo'lsa bir xil vaqtda ich kelish kerak. Lekin sizni ichingiz 2 kunda, 3 kunda, 4, hattoki kimdirlarda 5 kunlab ham kelmaydi. Sizniki qanchada keladi? Yozing. Bir kun ich kelmadi, yarim kilolik axlat to'planib qoldi. Kamida yoki 1 kilolikmi? Ikkinchi kun, 3-chi kun, 4, 5 yo'g'on ichida axlat ko'payib ketdi. Yo'g'on ichingizda axlat ko'payib ketgandan keyin mana shu axlat, mana shu yo'g'on ichingimizdagi axlat ichinglar orqali qonga so'riladi va natijada juda ham noxush hid keladi. Tushunyapsizmi? Noxush hid kelgandan keyin qo'ltiqdan, jinsiy sohalardan, og'izdan ich qotishi bor insonlarda og'zi ham juda ham qattiq sasiydi. Shunaqa holat bo'lgandan keyin albatta jinsiy yaqinlik paytida partnyor faqatgina qochadi. Va ko'p holatlarda, shunaqa vaziyatlarda o'sha xiyonatlar ham yuzaga keladi. Keling endi sizni ichingiz qanchalik to'g'ri yaxshi ishlayotganini belgilar orqali aniqlab olamiz. Shu belgilar sizda bormi yoki yo'qmi? Qarang, agar siz ichingizdagida muammolar bor bo'ladigan bo'lsa, aniq og'zingizdan, teringizdan, jinsiy sohalaringizdan noxush hid keladi. Bu birinchisi. Ikkinchisi, sochingiz yog'lanadimi? Qazg'olanadimi? Uchinchisi bo'lsa, bu yuzlarga toshmalar toshishi. Kimmi shu yuzlarida toshmalar toshadigan bo'lsa, ayniqsa dog'li tushgan bo'lsa, bu jigarrang dog'li, peshoningizdami yoki yuzlaringizdami jigarrang dog'li tushgan bo'lsa, bu o'sha tashqi omillardan emas,
bu ichkaridan, ya'ni o't qopingizdagi o'tni dimlanganidan, quyilganidan shunaqa dog'li, toshmalar toshadi. Aytib o'tayki, kim shu yuzlarida o'sha ugriylar bo'ladigan bo'lsa, yiringli bo'ladigan bo'lsa, albatta o'sha yaqinlik paytida partnyoringiz siz o'sha xohlaganicha yaqinlik qilishiga shu ham o'sha yuzlaringizdagi toshmalar ham to'sqinlik qiladi. Sizda ham shu toshmalar yoki dog'lar bormi? Va ichinglarda muammosi bor insonlarning yuzi xira bo'ladi. Nimaga? Bu intoksikatsiyani hisobiga. Ya'ni qabziyat bo'lyapti. Qabziyat bo'lgandan keyin teridan hidlar kelyapti. Qabziyat bo'lgandan keyin bu yoqda juda ham kuchli intoksikatsiya bo'ladi. Intoksikatsiya bo'lib, yuzlar xiralashishni boshlaydi. Boshlar xum bo'lib qoladi, bosh og'rig'i, hattoki bosh aylanishlarga olib keladi. Mana shu sanab o'tgan belgilardan qaysi birlari sizda bor? Agar mana shu sanab o'tganlarimdan birortasi sizda bor bo'ladigan bo'lsa, demak aniq ichinglaringizda muammolar bor. Hid keladimi, toshmalar, dog'lar, o'sha sochlaringiz yog'lanadi, qazg'ol bo'ladi, shularning birortasi bor bo'ladigan bo'lsa, demak aniq ichinglaringizda muammolar bor. Joziba albatta hiddan boshlanadi. Yaqinlik paytida ham o'sha hidlar yoqimli bo'ladigan bo'lsa, xonadan yaxshi hidlar taraladigan bo'lsa va ayniqsa insonni o'zidan, yaqin insoningizdan yoqimli hid keladigan bo'lsa, hech qayerdan hidlar kelmasdan, o'zidan feromon gormonlari shunaqa yoqimli ajraladigan bo'lsa, bu yana ham munosabatlarni, yana ham yaqinlikni isitishga olib keladi. Agar aksincha bo'ladigan bo'lsa, xonani ham hidi zo'r, yaqin insoningiz ham atirlar sevib olgan, lekin bu atir ham bu qo'shimcha narsada, u atir ham o'zini hidini qaysidir vaqtgacha saqlab qoladi. Undan keyin o'zingizdan, teringizdan yoki qo'ltiq ostidan tasavvur qiling, og'zidan, teridan yoki yaqinlik paytida jinsiy joylardan hid keladigan bo'lsa, bo'ldi. Mana shu joyda miya bloklanadi. Mana shu joyda bloklanadi va bu blok keyingi safar ochilishi juda ham qiyin bo'ladi. Ya'ni sizni o'sha yaqin insoningizga o'sha bo'lgan yaqinlikni xohlamasligiga, o'zidan itarishga olib keladi. Agar sizda gormonlar sabab bo'lib, jinsiy yaqinlikka bo'lgan xohishingiz yo'q bo'ladigan bo'lsa, bir martagina analiz topshiring. Ko'ramiz, o'shanda sizni testosteroningiz tushib ketganmi, erkaklarda yoki o'sha prolaktin oshib ketganmi, yoki ayollarda ham shu gormonal o'zgarishlar bormi? Bu faqatgina bitta prolaktin gormoni bilan hech narsa hal bo'lmaydi. Prolaktinni ko'rish kerak, qalqonsimon bez gormonlarini ko'rish kerak, yoki sizda ortiqcha vazn bo'ladigan bo'lsa, insulinni ko'rish kerak. Chunki har qo'shiladigan 1 kilogramm sizni o'sha gormonlaringizni buzilishiga, o'zgarishiga olib keladi. Shuning uchun agar gormon sabab bo'lib sizdan zo'r hid ajralsa ham, ichlaringiz yaxshi kelsa ham, yuzlaringiz tiniq bo'lsa ham, lekin o'sha o'zingiz majburlab ham jinsiy yaqinlikka bo'lgan xohishingiz tushib ketgan bo'lsa, bir martagina analiz topshirasiz, gormonlaringiz qanaqaligi aniqlanadi va unga yechim, ya'ni lecheniya oladigan bo'lsangiz, bir haftani o'zidayoq gormonlaringiz to'g'rilanadi va o'sha erkaklarda ham jinsiy quvvati oshib ketadi, testosteroni ko'tarilib ketadi, urug' sifati oshib ketadi, ayollarda ham hayz sikli vaqtida kelishni boshlaydi, follikulolari vaqtida yetiladi, yoriladi va nima deydi, oluv ayolga, magnit ayolga aylanadi. Yoki o'sha ichinglarni tekshirish kerak-da, ko'rish kerak bunda. Jigar holatini, jigar, oshqozon osti bezi, o't qopi, ichinglarni faoliyatini ko'rish kerak. Misol uchun yana o'sha ichinglaringizda muammolar borligini belgisi, shunda oynaga qarangda, tilingizni chiqazing. Agar sizni tillaringiz oppoq, karach bo'ladigan bo'lsa, aniq ichinglaringizda muammo bor, aniq sizdan noxush hid keladi. Ochiq gapirishni yaxshi ko'radigan insonman. Hid bormi? Tilingizni shundoq qarangda, nalyot bormi? Oq, ya'ni karach, sarg'ayish bormi? Hid bor. Siz bu hidga o'zingiz ham chidolmaysiz, yaqin insoningiz umuman chidamaydi. Keyin voy meni hidlanishim bor, qo'ltig'im sasiydi deb qancha cho'milasizmi yoki o'sha kosmetologga borib ukol olasizmi? U befoyda.
uni ichkaridan bir marta to'g'irlang, analiz topshirasiz, o'ziga tushasiz, lecheniya olasiz, qo'ltiqdagi hidlar yo'qoladi, teridagi hidlar yo'qoladi, qazg'oqlar, yog'lanishlar, eng asosiysi og'izdan, teridan keladigan hamma hidlar yo'qoladi. Bu yoqda gormonlaringizni to'g'irlaganingizdan keyin ishoning, olov magnit insonga aylanasiz. Buni yechimi oddiy va oson. Buning uchun faqatgina bir martagina analiz topshirib, to'g'ri diagnoz bilan yaxshi lecheniya qiladigan bo'lsangiz, men sizga juda katta ehtimol aytaman, ham ayollarda ham erkaklarda ham jinsiy yaqinligi bo'lgan va munosabatlarda ham keskin yaxshi tarafga o'zgarishlar albatta bo'ladi. Endi keling, menda o'qigan, menda analiz topshirgan, lecheniya olgan va natijaga chiqqan o'quvchimni fikrlarini ko'ramiz. 5 martalab o'zimni jonimga qasdlab qilgim kelgan, to'yib ketganman bo'lgan paytlar bo'lgan. Masxara qilishardi, o'sha yaqin-yaqinda ham shu semirib ketganimda, voy ering yurib ketadi, ering ikkinchi xotin oladi, qaramayapsan, o'zimni sinalarim shunaqa deyishganda, qaramayapsiz o'zingizga, semirib to'nkadek bo'lib ketgansiz, lekin ishonasizmi, turmush o'rtog'ini ham poddeshkasi katta rol o'ynar ekan. O'sha paytda hech ham unaqa demaganlar xo'jayinim. Semirib ketyapsan, ozgan, umuman demagan. Mana endi aytyaptilar, onasi ris chiroyli ozyapsan. Bo'ldi, stop, to'xta. Kichkina bo'lib ketyapsan, yonimda yo'q bo'lib ketyapsan. Men xo'jayinim go'dali odam. 2 metrda, hozir kursdaman, voy, buni yonida yo'q bo'lib ketdim deyman уже. Endi deyman, bir hazillashib kulib aytishdi. Mashinamizga sig'maganingga qara, mashinani taxoga alishtirdim deyishdi. Siyos bo'lib ketganimga, mashinaga o'tirsam, cho'kib qoladigan darajada bo'lyapti deb o'sha kulib hazillashadi. Men hozir mashina ichida ham yo'q bo'lib ketdim deb o'sha ozganimga. Kim ko'rsa, mana kecha ham qo'shnilar ko'rib, "Alda, men yaqinda Turkiyaga borib keldingiz, oshqozoningizni oldirdingiz." Voy, yo'q, ayrim ruxsat bermaydilar. Mana yaqinda ham ko'ndirmoqchi bo'ldim xo'jayinimni operatsiyaga. Sizda oz bo'lib. Ya'ni nimaga? Abdominoplastika qildirgim keldi. Ya'ni qorin sohasini tegini oldirgim keldi. Osilib qoldi-da. Keyin Oybarchi aytdilar, "Yo'q, Omina opa, oldin osilasiz" dedilar. Keyin tortilasiz dedilar. Hozir siz ozib oldingiz dedilar. Hozir osildi pastga, endi u tortiladi dedilar. Hali qildirmang. U narsaga muhtoj emas, o'zi teringiz yaxshi sizni. Rostdan ham yaxshi. Qarang, qattim, terim yaxshi, elastikniy, yirtiqlar tushmagan, chandirlar tushmagan, shiramlar tushmagan, selulitlar yo'q. Yaxshi, faqat o'sha qorin sohasini tagida mana xalta bo'lib qolganda, bu dedi, o'zimi dedi 120 kiloli odamni bunday qilib qo'yish dedi. Qildirmang dedi. Ishonasizmi, o'shanga ham yo'q dedilar xo'jayinim. Mana ozding-ku. Yaxshisan-ku, nima kerak? Nechta odam o'lib ketyapti o'shani qildirib, nechta odam anaqa bo'lib ketyapti. Mana o'quvchimni natijalarini ko'rdik. Endi sizda savol bo'lishi mumkin. Qanaqa qilib men ham xuddi shu o'quvchi kabi gormonlarimni to'g'irlash orqali ozib olib, munosabatlarimni yaxshilab olishim mumkin deyishingiz tabiiy. Rostdan ham siz o'sha muammolaringizni ildizini aniqlab, ya'ni analizlarni topshirib va shunga to'g'ri diagnoz bilan yaxshi lecheniya oladigan bo'lsangiz, gormonlaringizni ham va ichinglaringizdagi muammolarni ham to'g'irlash orqali munosabatlaringizni yaxshilab olsangiz bo'ladi. Buning uchun nima qilish kerak? Buning uchun 3 ta narsa kerak bo'ladi. Birinchisi, bu albatta shifokor kerak bo'ladi. Sizdagi muammo, holat, gormonlaringizda buzilishlar bormi yoki ichinglaringizda o'zgarishlar bormi? Shuni eng avvalo analiz tekshiruvlari orqali to'g'ri diagnoz qo'yib, yaxshilab lecheniya yozib beradigan shifokor kerak bo'ladi. Bu endi gormonlar bilan, ichinglar bilan bo'layotgandan keyin bu yoqda nazoratni ham faqatgina shifokor qilish kerak bo'ladi. Va o'sha jarayonda hech qanaqa qiyinchiliklar bo'lmasligi uchun albatta sizga to'g'ri tayyor shablon, qo'llanma va materiallar kerak bo'ladi. Mana shularning hammasini o'zini ichiga olgan mening ideal qomatim kursini tashkil qilganman. Eng avvalo analiz topshiriladi, muammo aniqlaniladi va lecheniya qilinadi. Bundan tashqari, o'sha gormonlarni to'g'irlash orqali hech qanaqa parlangan, dimlangan ovqatlar bo'lmaydi, kaloriyasi kam bo'lgan ovqatlar bo'lmaydi, faqatgina yog'liqqina, faqatgina mazali bo'lgan ovqatlarni ovqatlanib turib, qayta semirmaydigan bo'lib, qayta gormonlarni buzilmaydigan
qilib ozishingizga, munosabatlaringizni yaxshilashga yordam beradigan kurs. Keling endi kursi ichi bilan tanishtiraman. Kurs 8 hafta davom etadi. Har bitta hafta bitta muammoni yechimini berishga qaratilgan bo'ladi. Asosiy darslarimiz, ya'ni birinchi modulimiz haftamiz boshlanguncha kursga tayyorlov bo'ladi. Kursga tayyorlovda siz eng avvalo analiz topshirib, lecheniyani boshlab, rezultatni, ya'ni gormonlaringizdagi, ichinglaringizdagi muammolarni to'g'irlashni boshlaysiz. Va bu haftada o'sha kurs boshlanguncha siz to'g'ri bozorlik qilishni, uyingizga qanaqa to'g'ri mahsulotlarni olib kirishni va sekin zararli odatlaringizdan voz kechib, foydali odatlarni qanaqa qilib qiynalmasdan shakllantirishni o'rgataman. Va asosiy darsimiz birinchi haftadan boshlanadi. Birinchi haftada biz o'sha qiynalmasdan, stresssiz, ortiqcha vazndan qutulishni boshlaymiz va bir haftani o'zidayoq ichinglarimizdagi muammo, ayniqsa qabziyatdan qutulamiz. Va asosiy darslarimiz boshlangandan keyin sizni uje nazoratimizga olamiz. Men va menda o'qigan, mana shogirdlarim sizga kuratorlik qilishadi. Ya'ni ertalabdan kechgacha har bitta savolingizga javob berib, har bitta vazifani berib, vazifalarni ham tekshirib olishadi. Va asosiy darsimizdan boshlab siz bilan kun ora jonli efirlar bo'ladi. Jonli rastyashka va kardio mashg'ulotlari bo'ladi. Har kunlik menyular sizga o'zim tomonimdan tayyorlangan video retseptlar ham beraman. Va har bitta o'quvchini ko'rayotganingizdek, shunaqa har bitta o'quvchiga anketa ochiladi. Xuddi klinikaga o'xshab. Ya'ni bu anketada sizni o'sha holatingiz, muammolaringizdan tashqari qanaqa lecheniya olyapsiz, qanaqa vazifalarni bajaryapsiz, qanaqa rezultatga erishyapsiz, hammasi kirg'izilib boriladi. Va ko'rib turganingizdek, bu yoqda o'zim siz bilan jonli mashg'ulotlar bilan shug'ullantiraman. Rastyashka qilamiz, cho'ziladigan mashqlarni, kardiyolar qilamiz, yaxshilab yog'larimizni eritadigan va o'sha kam xarj, har bitta xonadonda bo'ladigan mahsulotlardan o'zim video retseptlar orqali menyularni har kunlisini beraman. Ikkinchi hafta bo'lsa, bu yog'larni eritish haftasi. Bu haftada uje bizani o'sha eskirib yotgan, sarg'ayib ketgan charvi yog'larimiz erishni boshlaydi. Nimaga? Chunki bu yoqda biz ham lecheniya, ham o'sha aytilgandek yangi rejimda ovqatlanyapmiz, hamma gormonlarimizni to'g'irlayapmiz va natijada bizani eski yog'larimiz jadallik bilan erishni boshlaydi. Uchinchi hafta bo'lsa, bu detoks haftasi. Hech qachon ozish ham, hech qachon ichinglarni to'g'irlanishi ham, hech qachon gormonlarni normaga kelishi ham tozalanishsiz bo'lmaydi. Siz o'sha eng zo'r vitamin ichasizmi, dori ichasizmi yoki mahsulotlarni iste'mol qilasizmi? Lekin agar siz ichinglaringizda shillaq, toksin, musorlar bo'ladigan bo'lsa, u baribirga ham so'rilmaydi. Naborot, ichgan vitaminlaringiz, mahsulot ovqatlaringiz ichinglaringizdagi zamburug'larni, musorlarni, shillaqlarni ko'payishiga olib keladi. 3-hafta bizda kulminatsion nuqta hisoblanadi. Sababi biza o'sha ichinglarimiz 6-6,5 metr bo'ladigan bo'lsa, mana shu 6,5 metrlik ichinglarimizni o'sha hujayra darajasida tozalaymiz. Tozalangandan keyin 2 kilodan 7 kilogacha vazn tashaladi. Necha yoshdasiz? 30 yoshdamiz, 40, 50, ichinglaringizda o'sha musor bo'lib, toshga aylanib ketgan, hattoki toshli tushishni boshlaydi, tushadi. Yuzda tiniqlashadi, hidlar yo'qoladi, og'izdan, terdan, jinsiy sohalardagi keladigan noxush hidlar hammasi bartaraf qilamiz. Keyingi hafta bu gormonlarni to'g'irlash haftasi. Kimda o'sha ayollarda o'sha gormonal o'zgarishlar bor bo'ladigan bo'lsa, hayz vaqtida kelmasa yoki klimaks vaqtini qiyin o'tkazayotgan bo'lsa va ayniqsa libido, jinsiy yaqinligiga bo'lgan xohishi tushib ketgan bo'lsa, yoki erkaklarda ham xuddi shunaqa testosteron tushib ketgan bo'lsa, gormonlaringizda buzilishlar, qorningiz tushib ketgan bo'lsa, mana shu hamma muammolar, gormonal o'zgarishlar shu haftada to'g'irlanadi. Va bu haftada bitta o'zim emas, men bilan birgalikda
o'sha eng kuchli bo'lgan shifokor mutaxassislar bilan birgalikda sizni sog'lig'ingiz ustida ishlaymiz va gormonlaringizni to'g'irlaymiz. 5-hafta bu vitamin yetishmovchiliklarini to'ldirish haftasi. Bu haftada siz organizmingizdagi barcha yetishmovchiliklarni to'ldirasiz. To'ldirganingizdan keyin o'sha kuchingiz, quvvatingiz oshadi. Sochlaringiz qalinlashadi, sochlaringiz to'kilishi kamayadi, yo'qoladi va nafaqat hayotda aktiv bo'lasiz, ya'ni munosabatlarda ham aktiv bo'lasiz va munosabatlar keskin tubdan o'zgarishni boshlaydi. 6-hafta bu motivatsiya, intizomni shakllantirish haftasi bo'ladi. Bu haftada men bilan birgalikda oliy ma'lumotli psixolog ham birgalikda ishlaymiz. Birinchidan o'sha ozishimizga to'sqinlik qilayotgan baryerlarni va o'sha munosabatlarimizdagi keskin buzilishlarni qanaqa qilib to'g'irlashni psixologimiz o'rgatadilar, sizga vazifalar ham beradilar va natijada sizni o'sha turmush o'rtog'ingiz bilan, yaqin insoningiz bilan munosabatlaringiz yana ham yaxshilanadi. Keyingi haftamiz 7-hafta bu o'zini sevish, ichki ishonchni oshirish haftasi. Tabiiyki, siz gormonlaringizni to'g'irlab olganingizdan keyin, ichinglaringizdagi muammolarni bartaraf qilganingizdan keyin sizdan og'zingizdan, teringizdan hech qanaqa noxush hidlar kelmayapti. Oz olganingizdan keyin gormonlaringiz yaxshi ishlagandan keyin turmush o'rtog'ingiz, yaqin insoningizni olov partnyoriga aylanasiz va конечно, sizda o'sha o'zingizga bo'lgan ishonch ortadi. Turmush o'rtog'ingiz bilan munosabatlaringiz ham xuddi magnitdek yaxshilanadi. Xo'p, 8-hafta bu 8-9 oxirgi haftalarni aytadigan bo'lsak, siz o'sha gormonlaringiz ham, ichinglaringiz ham to'g'irlandi. Tabiiyki, to'g'ri ovqatlanishga o'tasiz, ya'ni shuncha 8 hafta davomida o'rganganlaringizni hayot tarzingizga aylantirasiz va kurs tugagandan keyin ham shu o'rganganlaringizni davom ettiradigan bo'lsangiz, sizni sog'lig'ingizda ham, qomatingizda ham, munosabatlaringizda ham, gormonlaringizda ham, ichinglaringizda ham hech qachon muammoli o'zgarishlar bo'lmaydi. Xo'p, natijada siz semizlikdan 10 barobar tez qutulasiz. Gormonlaringiz to'g'irlanadi. Osilgan qorindan qutulasiz. Qorningiz 2 barobardan 3-4 barobargacha kichrayadi. Kiygan kiyimlaringiz yarashishni boshlaydi. Magazindan kiyimlar oladigan bo'lsangiz, o'sha kiyimlarga sig'ishni boshlaysiz va qiyinchiliklarsiz mazali, yog'liqqina ovqatlanib turib, gormonlaringizni to'g'irlash orqali ozib olasiz va jinsiy muammolardan ham qutulasiz. Eng asosiy tarafi qayta semirmaydigan bo'lib, qiynalmasdan o'zingiz xohlagan qomatga erishasiz va organizm to'liq hamma toksinlardan, musorlardan, zaharlardan tozalanadi. Yana qaytarib o'taman, eng muhimi gormonlaringiz va ichinglaringiz to'g'irlanadi. O'zim hamma jarayonni nazorat qilaman. Bundan tashqari, menda o'qigan o'zimning shogirdlarim, mendan ortiq o'quvchilarni natijaga olib chiqqan kuratorlar sizni nazorat qilishadi. Kuratorlarimiz ko'rinishidan muloyim, yumshoqqina ko'rinishligi mumkin, lekin kuratorlarimiz juda ham talabchan. Ya'ni maqsadimiz bitta, o'quvchilarimizni o'zi xohlagan natijaga olib chiqish. Xo'p, undan tashqari 60 kun davom etadigan kursimizda 30 ta jonli efir bo'ladi. Faraz qilasizmi? 30 marta siz bilan ko'rishamiz, jonli. Bu degani kun ora jonli efirlar bo'ladi. Jonli efirlar ko'pligidan hattoki joningizga tegib ketishi ham mumkin. Bu hali hammasi emas. Bu kursga nafaqat bitta o'zim, balki 10 ga yaqin O'zbekistondagi eng kuchli bo'lgan mutaxassis shifokorlarni ham jalb qilganman va 10 ga yaqin mutaxassislar, shifokorlar men bilan birgalikda sizni sog'lig'ingiz ustida, sizni qomatingiz ustida, sizni gormonlaringiz ustida ishlaymiz. Birinchisi, bu o'sha 35 yillik tajribaga ega oliy toifali shifokor, gastroenterolog, gepatolog Nigora Shohsanovna tomonidan bo'ladi. Nigora Shohsanovna kimda o'sha ichinglarida qanaqa muammolari bor bo'ladigan bo'lsa, og'izdan, teridan hidlar keladigan bo'lsa, sochlari qazg'oq, yog'lanadigan bo'lsa, aynan shu ichinglari bilan bog'liq bo'lgan barcha muammolarga yechim beradilar. Keyingi mutaxassisimiz bo'lsa, bu
doktor Akbar Shoh. Doktor Akbar Shohni menimcha hamma tanisa kerak. Juda ham kuchli andrologimiz. Doktor Akbar Shoh erkaklarda jinsiy quvvatni qanaqa oshirishni, testosteronni ko'tarishni va urug'i sifatini qanaqa sifatini oshirishni hammasini o'rgatadilar. Mana shu kursdan keyin xudo xolasa kimda erkaklarda o'sha testosteron tushib ketgan yoki jinsiy gormonlarida, organlarida qanaqa muammolar bo'ladigan bo'lsa, hammasi yo'qoladi. Keyingi mutaxassisimiz men juda ham hurmat qiladigan Maqsudova Muhayyo Mansurovni. Muhayyo opamlar O'zbekistondagi birinchi raqamdagi eko bo'yicha mutaxassislar, hozirgi kungacha necha yuzdan ortiq, ancha yillardan beri qiynalgan, ya'ni homilador bo'la olmagan oilalarga homilador bo'lishligiga sababchi bo'lib kelyaptilar va bu kursda bo'lsa ayollardagi gormonal o'zgarishlar, o'sha libidan tushib ketishi, undan tashqari hayzni vaqtida kelmasligi, birlamchi, ikkilamchi bepushtliklar va klimaksni qanaqa yengil, oson o'tishni o'rgatadilar. Keyingi mutaxassisimiz bu 17 yillik tajribaga ega osteopat, xalqaro toifadagi osteopat Surayyo Shukurullayevna tomonidan bo'ladi. Surayyo opamlar osteopatiya orqali, ya'ni asankalarni to'g'irlash orqali ko'pincha vazni bor insonlarda mana betlari chiqib ketgan bo'ladi, suyaklari qiyshayib ketgan bo'ladi, vazni katta bo'lgandan keyin bukchayib qoladi, bukchaygandan keyin ichki organlari ham qisilib qolgan bo'ladi va aynan shu muammolarga osteopatiya oxirgi zamonaviy metod orqali ozishni va asankalarni chiroyli qilib, ichki organlarini faoliyatini yaxshilashni o'rgatadilar. Keyingi mutaxassisimiz bu psixologimiz. Psixologimiz bizani ozishimizga to'sqinlik qilayotgan baryerlarni olib tashlashda va er-xotin munosabatlarini qanaqa qilib sirli ravishda o'sha magnit ayol bo'lishni, o'sha yaqin insonni o'ziga jalb qilishni hammasini psixologik tomondan o'rgatadilar va eng oxirgi mutaxassisimiz bu yulduzli vizajistimiz Muslima Makeup. Menimcha hamma tanisa kerak. Instagramdan yozsangiz chiqadilar. Muslima opamlar to'g'ri makiyaj qilishni, ya'ni oz olganimizdan keyin gormonlarimizni to'g'irlab, ichiklarimizni to'g'irlab, olov ayol bo'lganimizdan keyin albatta bizaga makiyaj qilish ham, ya'ni tashqi tarafdan chiroyli kundalik oqshomgi makiyajni qilishni ham o'rganib olishimiz kerak. Muslima opamlar qanaqa to'g'ri kosmetika tanlashni, kundalik oqshomgi makiyajni qilishni birma-bir videoda o'zlari o'rgatadilar. Eng muhimi, birinchilardan bo'lib, shaxsan o'zim sizni hamma holatingiz bilan tanishgan holda, muammoyingiz, bezovtaliklaringiz, hammasini inobatga olgan holda aynan sizga topshirishingiz kerak bo'lgan, muhim bo'lgan analizlarni etaman va shu analizlaringizni javobidan kelib chiqib, licheniyani shaxsan o'zim yozib beraman. Undan tashqari, kurs davomida motivatsiya tushib qolishi kerak emas. Eng zo'r natija mana o'quvchilarimda bo'lishi kerak. Shuning uchun ham yana ham zo'r motivatsiya bo'lishi uchun men haftalik va kurs davomida o'sha sovg'alarni qo'yganman. Eng aktiv bo'lgan, eng ko'p vazn tashlagan, eng ko'p natija olganlarga shunaqa haftalik sovg'alarni ham beramiz. Bundan tashqari siz bilan 2 oy davomida onlayn ishlaymiz. Bu degani ertalabdan kechgacha onlayn birga bo'lamiz. Men kuratorlar sizga har kunlik vazifa topshiruv, haftasiga 2 martadan 5 martagacha jonli rastyashka va kardio mashg'ulotlari bilan shug'ullantiraman. Bu degani 2 oy davomida siz bilan yaqin opa-singil, aka-ukadek bo'lib ketamiz, juda ham yaqin bo'lib ketamiz va kursimizdan eng oxiriga kelib bo'lsa, siz bilan jonli uchrashuvda, seminarda ko'rishamiz, uchrashamiz, diydorlashamiz. Jonli uchrashuvimizda hamma narsa bo'ladi. O'yin, kulgi, sertifikatlar berish, esdalikga, rasmlarga tushish, hammasi bo'ladi. Eng kulminatsion nuqtasi ham o'zi kursimizdaniki shu joyda. Va men bu kursimni har 6 oyda, ya'ni yilda bor yo'q 2 martagina qilaman. Ha deb ham o'sha kurs ochib, kursimga qo'shilish imkoniyati bo'lmaydi. Hozir bu darsni yozayotgan paytimda mening ideal qomatim kursimga sotuv ochilmagan, lekin siz birinchilardan bo'lib kursimga oldindan ro'yxatdan o'tib olsangiz bo'ladi. Va ro'yxatdan o'tish mutlaqo bepul. Hech qanaqa hech qayerga pul to'lamaysiz. Joyband qilasiz va eng o'sha oldindan kursga ro'yxatdan o'tganlar nimadan yutib ketishadi? Vaqtdan yutasiz.
Ikkinchisi, eng chiroyli, eng chegirmali narxlarni qo'lga kiritasiz va juda ham qiymati yuqori bo'lgan sovg'a bonuslarni ham qo'lga kiritasiz. Va sizga va'da bergan feromon gormonini oshirish darsimni ham aynan shu yopiq Telegram kanalimda berganman. Hoziroq kursga oldindan ro'yxatdan o'ting. Hozir men pastda opisaniyada ko'k yozuv, ya'ni silka qoldiraman. Shu silkaga kiring, o'zingizni ismingizni, kontaktingizni kirgizing. Menejerlarimiz tez orada sizga bog'lanishadi va kurs bo'yicha to'liq ma'lumot berishadi. Nimalar bo'ladi, qanaqa natijalarga erishishingizni hammasini aytishadi. Va men hozir menda o'qigan, menda natijaga erishgan o'quvchilarimning ham natijasini sizga hozir ko'rsataman. Birgalikda ko'ramiz. Ungacha bo'lsa tezgina o'sha ko'rsatilgan silka orqali kursimga ro'yxatdan o'ting. Inshaalloh mening ideal qomatim kursida ko'rishamiz. Siz bilan o'zingiz xohlagandek natijalarga birgalikda erishamiz. 5 ta ustunligi individualni har bitta odam bilan ishlaysizlar, har bitta odam analizini olasizlar, har bitta odamga boshqacha o'sha o'zini analizidan kelib chiqib vitamin, mineralni yozib berasizlar. Autofaga yoqdi menga. Keyin retsept menyular berasizlar, xohlaganligi. Keyin qat'iy bitta menyuni tuzib bermaysizlar-da, meni mana shuni yeyishim kerak deb. Chunki uni topa olishi bor, odamlar topa olmasligi bor. O'shaning uchun asosiy qoidalarni tushuntirib ketasizlar. Shu. Ya'ni uyingizdagi bor mahsulotlardan o'zingiz uydagi bor mahsulotlardan qiyinchilik tug'dirmasdan dieta qilishga olib kelasizlar. Kursda oxirigacha borishimga qiynalmasdan ozishim, o'zim bilmagan holda 7 kilogramm tashlashim meni yanagi keyingi kursga yozishga sabab bo'ldi, yozilishimga sabab bo'ldi. Ikkinchisi o'sha qat'iy menyu tuzib bermaysizlar-ku. Anaqa qilmasa ham o'sha menyudagi narsani topa olmasa ham odam boray deydi-da. Biznesmen ayolsiz, ko'chada ishlaringiz ko'p. Misol uchun kerak bo'lsa, men ham qaysidir payt Telegramga joyda vaqtida qara olmayman. Gruppalarga-yu umuman qaramaydigan ayolman-da. Qara olmayman, vaqtim yo'q. Shunaqa vaqtingiz zid, ya'ni vaqtingiz yo'q ayollarda ham shu kursni oxirigacha borishiga nima sabab bo'ldi? Nima turtki bo'ldi? Kurator nazorati bo'lganda endi kuratorimiz общий gapirmayapti-da. Sevarpa, siz mana bunaqa ko'rinib tashladingiz deb kurator ham individualniy podxod qilgani uchun mana shu kurs oxirigacha bordim.